Biz o'zimizcha dramalarni yaxshi, yomon deb ajratamiz, ammo koreyslarning o'zi bilan har doim ham fikrlarimiz to'g'ri kelavermaydi. Ammo yaqinda bo'ladigan 16-Koreya drama festivalida biz koreyslarning fikrini bilib olishimiz mumkin dramalar haqidagi. Umuman dramalar, aktyorlar, aktrisalar va hokazo. Uning natijalari oktyabr oyida e'lon qilinadi va keling ungacha biz qaysi nominatsiyalar qo'yilganligini bilib olamiz. Va siz bu ro'yxat ichidan eng zo'ri siz uchun qaysiligini va qaysi aynan mukofotga loyiqligini izohlarda yozib keting. Keyin tekshiramiz qani sizni fikringiz bilan koreyslarning fikri to'g'ri kelar ekanmi. Demak, eng yaxshi drama nominantlari orasida Yaxshi yigit, Qirollikka qaytish, Mening ideal kotibam, Tvoy vkus, Noma'lum Seul, Xazinalar oroli, Takoy bliskiy predatel. Rus tilida aytayotganlarimning o'zbek tilidagi nomlarini bilmayman, chunki tarjima ham qilishmagan adashmasam. Va oxirgisi Amaliyotchi, shifokorning kundaligi. Shaxsan meni fikrimni so'rasalaringiz, bular ichida eng kuchlisi Qirollikka qaytish bilan Yaxshi yigit. Menimcha Yaxshi yigit ko'proq, mosroq deb o'ylayman. Xo'sh, siz fikringizni izohlarda yozib ketishni unutmang. Obuna bo'lishni ham unutmang. Bu yerda K-pop, K-drama va hamma narsalar haqida gaplashamiz.